inson tafakkurini yuksaltiruvchi kuch bu kitob hisoblanadi. Kitob insonga o'sha dunyoqarashini kengaytiradi, tafakkur olamini boyitadi va insonni yaxshiliklar tomon yetaklaydi. Qo'shimcha qilmoqchiman, kitob insonning eng yaqin do'sti va maslahatchisi, aql qayrog'i va bilim manbaidir. Kitob xazinalar kaliti, tafakkur manbai deb doimiy ravishda tilga olinadi. Ustozlarimiz tomonidan, buyuk mutafakkirlar tomonidan ham kitobga alohida ta'rif berilgan. Chunki boya aytganimizdek, kitob insonning haqiqiy do'sti. Kitob hech qachon insonlarni aldamaydi. Ko'p kitob o'qigan inson istalgan bir davrada bo'lishi mumkin, o'zining shaxsiy fikrini bemalol bayon eta oladi, so'z boyligi keng bo'ladi. Demak, aziz muxlislar, anglaganingizdek bizda mutolaadan so'ng sahifasi. Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar, efirda mutolaadan so'ng sahifasi. Suhbatdoshimiz Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Shofirkon tuman bo'linmasi rahbari Diloromxon G'afforova bo'ladilar. Diloromxon, demak siz ham kitob mutolaa qilib turasiz. Demak bunda bu bilinib turibdi. Aytingchi, bugun bizning kitob sevar do'stlarimizga, yurtdoshlarimizga qaysi kitobni o'qishini demak tavsiya etib qolasiz? Yaqinda ajoyib bir kitob mutolaa qildim. Aynan James Clearning Atom odatlari kitobini mutolaa qildim. Bugungi kunda aynan hayotida o'zgarish kiritaman degan har bir yosh uchun qaysi soha egasi bo'lmasin, hamma soha egalariga ham birdek manzur bo'ladigan ajoyib kitob. Demak, tinglaymiz. Bu kitobimizni asosiy g'oyasi shundan iboratki, bilamizki, bugungi kunda hayotida o'zgarishga kiritadigan maqsadlarini oldiga qo'ygan yoshlar uchun bu kitob ajoyib bir yo'riq ko'rsatuvchi mayoq sifatida vazifasini bajaradi deb ayta olaman bemalol. Chunki bu kitobning asosiy g'oyasi 1% qadam desak ham bo'ladi. Ya'niki atom bu bilamiz kichik bir zarra hisoblanadi. Ana shu kichik bir o'zgartirish orqali, hayotidagi o'zgartirish orqali natijada katta muvaffaqiyatga erishish g'oyasi ilgari surilgan. Buni misolda asarda bir kichik bir hikoya ko'rsatilgan. Bir yigit juda katta marralarni, orzularni maqsad qiladi. Ingliz tilida mukammal so'zlay olish qobiliyatini orzu qiladi va tezroq ana shu maqsadga erishish uchun harakat qiladi. Va tezroq harakat qilishi, tezroq maqsadiga, orzusiga erishishi barobarida uni orzulari charchatib qo'yadi. Va boshqacha yondashishga harakat qiladi. Ya'niki har kuni hayotida 1% yaxshi tomonga o'zgarish orqali yil davomida, ya'ni yil yakuniga qadar 365% ga yaxshilanishni maqsad qiladi. Ya'ni kim u har kuni kitob sahifasidan bir betini mutolaa qiladi, har kuni ingliz tilidan 3 ta yangi so'z yod oladi va 5 ta sog'lomlashtiruvchi sport bilan shug'ullanadi. Qarabsizki, bir oyda to'g'ri juda katta o'zgarish bo'lmaydi, lekin 6 oyda natijasini bera boshlaydi. Yil yakuniga qadar ushbu yigit bilamizki, kitob mutolaa qilgandan keyin uning o'zini tutishi, dunyoqarashida o'zgarish bo'ladi. Sport bilan shug'ullanganligi uchun sog'lom bo'ladi. Shu bilan birgalikda sog'lom fikrlaydi va yil yakuniga qadar har kuni o'rgangan 3 tadan yangi ingliz tilidagi so'zlar orqali bemalol ingliz tilidagi boshlang'ich tushunchaga ega bo'ladi. Demak, hayotimizdagi ana shu kichik bir 1% qadam degan hikoya hisoblanadi bu. 1% yaxshi odatlarni o'ziga singdirish orqali hayotiga natijada yillar davomida katta muvaffaqiyatga erishish g'oyasi yotadi. Yomon odatlardan mosuvo bo'lib, yaxshi odatlarni hayotimizga kiritib borish tartibini amaliyot orqali, hayotiy voqealar orqali, kichik bir sujetlar orqali ko'rsatib berishga harakat qilgan muallif. Ya'niki kitobni dastavvalida muallif shunaqa fikr bildiradiki, to'g'ri, bu kitobni o'zimni hayotimdagi, o'zimni atrofimdagi voqealar asosida oldim. Ya'niki boshqa bir motivatsion beradigan kitoblardan ham foydalandimki, eng saralarini kitobxonlarim uchun jamlab berishga harakat qildim deydi. Rahmat Diloromxon, juda ham qiziqarli asar ekan. Demak, bu bilan yozuvchi har bir inson demak bir xillikdan qochishi kerak. Har kun qandaydir bir yangilik sari o'sha zamon bilan hamnafas bo'lib harakat qilishi lozimligini ta'kidlagan menimcha. Demak, bu bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, zamonaviy asar. Demak, har bir kishini bir
yangilik sari, ilgarilash sari demak yo'naltiradigan bir asar ekan. Xuddi shunday. Ya'niki biz hozir so'nggi yillarda kitob o'qishni yoshlarimizga targ'ib etyapmiz. Kitob o'qish bilan inson o'zgarib qolmaydi. Ana shu kitob o'qib, o'shani hayotiga tatbiq etish orqali biz o'z hayotimizga yangilik kiritamiz. Qachonki o'qigan kitoblarni yoshlarimiz o'z hayotida tatbiq qila olsagina, o'z hayotida o'zgartirish kirita oladi degan g'oya yotadi. Shunday, demak, o'sha ilm amali bilan bo'lsa yana boshqacha deydilar-ku. Albatta. Demak, Diloraxon juda ham qiziqarli asar ekan. Biz barcha yurtdoshlarimizga mana shu asarni o'qishni tavsiya etib qolamiz. Demak, James Clearning Atom odatlar kitobini albatta o'qing aziz muxlislar, juda ham qiziqarli.